Navruz insoniyat tarixidagi eng qadimiy bayramlardan biri. Tadqiqotchilar bu bayram haqida ilk yozma ma'lumotlar miloddan avvalgi 2-asrga Parfiya davlati hukmdorligi davriga borib taqalishini aytadi. Bundan ham oldinroq Ahamoniylar davlati zamonida ham bahor kelishi bilan bog'liq marosimlar o'tkazilgan bo'lishi mumkinligi arxeologik topilmalar orqali taxmin qilinadi. Bu davrlarda Navruz sayl ko'rinishida emas, saroy marosimlari va mavsumiy diniy ijtimoiy udumlar shaklida o'tkazilgan. Navruz haqida turli rivoyatlar ham mavjud. Masalan, Shohnoma asarida bayramning kelib chiqishi afsonaviy podshohlar Jamshid va Qayyum-Mars nomlari bilan bog'lanadi. Rivoyatga ko'ra, Jamshid taxtga o'tirgan kun yangi yilning boshlanishi sifatida bayram qilingan. Abu Rayhon Beruniy o'zining qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asarida Navruzni tabiat uyg'onadigan kun, yilning birinchi kuni deb ta'riflagan. Bu bayramning davlat darajasida keng nishonlanishi esa Sosoniylar imperiyasi davriga to'g'ri keladi. Ayniqsa hukmdor Ardashir I davrida Navruz yilning eng muhim kuni sifatida qaralgan. Shu paytda shohning tantanali qabul marosimlari, sovg'alar ulashish, hatto ayrim mahbuslarni afv etish kabi an'analar shakllangan. Keyinchalik islom kirib kelishi bilan bayramga turlicha qarashlar paydo bo'ldi, ammo u butunlay yo'qolib ketmadi. Aksincha, Somoniylar davlati va Buvayhiylar davlati davrida Navruzning mavqeyi yanada mustahkamlandi. Bugungi kunda esa Navruz ayyomini dunyo bo'ylab qariyb 300 millionga yaqin odamlar tantana qiladi.